Uh, um, okay, let's start. Okay, some bu ko'rib chiqadigan narsamiz bu ikkinchi paragraf, ya'ni cell biology and microscope, hujayra biologiyasi va mikroskop ko'rib chiqar ekanmiz. Demak, boshladik. The study of the cell has given rise to an important branch of biology known as a cell biology. Hujayrani o'rganish hujayrani o'rganishni judayam muhim bo'lgan sohalaridan biri, ya'ni bu o'sha hujayra biologiyasi deb atalgan. Cell biology study cells using many different methods, including the use of various type of microscope. Hujayra biologiyasi hujayrani o'rganishda bir nechta metodlardan foydalanadi. Misol uchun, o'sha mikroskopni har xil turlaridan foydalanish orqaliyam hujayrani o'rgansa, bu uni o'rganish turlari hisoblanar ekan. There are two fundamental different type of microscope. Mikroskopni ikkita oddiy turlari bor. Ikkita fundamental bo'lgan ikkita turi bor. Light mikroskop, yorug'lik mikroskopi. Light mikroskop, yorug'lik mikroskopi va elektron mikroskop va elektron mikroskop. Electron microscope. Both use a form of radiation in order to see the specimen being examined. Ikkita radiatsiyalangan o'sha specimen bo'lgan formalarining ikkalasi ham foydalaniladi. Tekshirish uchun foydalaniladi, ya'ni joylarni tekshirish uchun foydalaniladi. Light microscope use light. Yorug'lik mikroskoplari yorug'likdan foydalanadi. The source of radiation, ya'ni o'sha radiatsiya manbasi sifatida yorug'likdan foydalanadi, yorug'lik mikroskoplar. While the electron microscope use electrons. Elektron mikroskoplar bo'ladigan bo'lsa, ular elektrlardan foydalanadi bizga o'sha narsani ko'rsatishimiz uchun. For reasons which are discussed later. Buni sabablarini mana pastda ekan ko'rib chiqamiz. Demak, units of measurement, o'lchash birliklari bilan gaplashamiz. In order to measure objects in the microscopic world, we need to use very small units of measurements. Turli xil mikroskopik bo'lgan narsalarni, objектlarni o'lchashda turli xil o'lchash maqsadida bizga kerak bo'ladi har xil kichkina o'lchov unitlarini bilishimiz kerak bo'ladi. Which are unfamiliar to most people. Ko'p odamlarga notanish bo'lib hisoblanadi bu o'lchov birliklari. Before studying light and electron microscope further, you need to become familiar with these units. Yorug'lik mikroskopi va elektron mikroskopi haqida to'liq gaplashishimizdan oldin biza ularni oldin o'lchov birliklari bilan tanish bo'lishimiz kerak. According to international agreements, in the international system of units, CE units should be used. Xalqaro kelishuvga ko'ra CI sistemasidan foydalanish kerak. In this system, bu sistemada the basic unit of length is a meter. Uzunlikni oddiy o'lchovi metr qilib kiritilgan. More units are created by going 1,000 times larger or smaller. Shundan boshqa minglab katta kichkina bo'lgan narsalarni o'lchovlari o'sha boshqa o'lchovlar undan ming marta katta kichkina bo'ladi.
asosiy o'lchov birligi bu nima degani? Asosiy o'lchov birligi metr va metrdan 10 marta katta birliklar bor, ming marta kichkina birliklar bor, ming marta yana katta bo'lganlari bor deb aytyapti. So standard prefix are used for units. Ya'ni bu unitlar uchun u standart hisoblanadi. For example, misol uchun the prefix kilo means prefix kilo oldidagi kilo bildiradi, 1000 times 10 marta og'irligini bildiradi. Zat shunaqa qilib 1 kilometr 1000 metr. Mana bu oldidagi prefix kilo 1000 ni bildirar ekan. Kilo 1000 ni bildirar ekan. Okay. Kilo 1000 ni bildirar ekan. The units of length relevant to self-study are shown in a table. Uzunlikning o'lchovi asosan hujayra o'rganilayotgan hujayraga bog'liq bo'ladi va buni biz birinchi jadvalda hozir tahlil qilib chiqamiz. The smallest structure visible within the human eye is about 50-100 micrometer in diameter, roughly the diameter of the sharp end of spear. Xo'p, eng kichkina struktura, ya'ni odam ko'zi bilan ko'ra oladigan eng kichkina struktura bu taxminan 50-100 mikrometr diametr atrofida bo'ladi. Roughly the diameter of sharp and of a pin. Ko'rinishdagi. The cell in your body vary in size from about 5 micrometer to 40 micrometer. Tanamizdagi hujayralar judayam har xil razmerda bo'ladi. Ular tanamizdagisi 5 mikrometrdan 40 mikrometrgacha bo'lgan atrofida bo'lar ekan. It is difficult to imagine. 1 minute. Okay. It is difficult to imagine how small these cells are. Bu hujayra qanaqa bunaqa kichikligini tasavvur qilish juda ham qiyin. Especially when they are clearly visible using a microscope. Asosan biza o'sha ularni mikroskopdan aniq ko'rayotgan paytimizda uni qanaqa kichikmaligini tushunishimiz juda qiyin. An average bacteria cell o'rtacha, ya'ni average bo'lgan bakteriyaning hujayralari is about 1 micrometer across. O'rtacha bakteriya hujayrasi 1 mikrometr atrofida bo'ladi. One of the smallest structure you will study in this book is the ribosome. Biz bu kitobda o'rganadigan eng kichkina bo'lgan hujayralardan, ya'ni organellardan bittasi bu ribosoma, which is only about 25 diameter. Ya'ni ribosomani diametri 25 marta qo'yish kerak. You could line up about 20,000 ribosomes across the full stop at the end of this sentence. Biz taxminan 20 mingta ribosomani o'sha navbatini laynini qilishimiz mumkin. Gapni oxirigacha bo'lgan joyda. Yana birinchi jadvalni ko'rib olaylik. Hop, jadvalda nima aytilgan? Jadvalda berilgan mana fraction of meter, ya'ni metr 1000 uni nol ko'rinishda mana 1000 bo'lgani uchun 3 ta nol bilan yozilgan. 1000 bu teng bo'ladi 1/1000 ga. Nega? Chunki 3 ta nol olingan, shuning uchun 1/1000 bo'ladi. Va buni yana
-10 ko'rinishdayam yozishimiz mumkin. -3 ko'rinishdayam yozishimiz mumkin. Xo'p, 1 millions bo'lsa, 1 millions bo'lsa, 6 ta 0 bilasiz. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 yoki qanaqa yozsa bo'ladi? 1 taqsim o'sha pastda 10,000 6 ta 0 bilan yozasiz. Yoki 10 usti minus 6 ko'rinishida ham yozish mumkin. 1000 millions bo'lsa, o'sha 1, 2, 3, 4, 5, 9 ta. 1000 million bo'lsa 9 ta 0 yoki 1 taqsim o'sha 9 ta 0ligi 10 darajasi 9 shaklida yozib ifodalaysiz. Unitlari bo'lishi mumkin, millimetr bo'lishi mumkin. Millimetr simboli bu nanometr. Hozir millimetr simboli bu nanometr. Mikrometr bo'lishi mumkin. Mikrometr mana bunaqa ko'rinishda yoziladi. Nanometr bo'lishi mumkin. Nanometr bunaqa ko'rinishda yoziladi. Sorry. Okay. Yaxshi, demak, bir ikkinchi paragraf ko'rib chiqdik. Kitobni tez orada tugatamiz. Men buni nega qilib beryapman? Iloji boricha ko'rayotganda kanalga subscribe qiling, like bosing. Bu yanayam mani qo'llab-quvvatlaydi. Hozir man desam, misol uchun zo'r qilmayotgandirman, lekin albatta mana agar kanalda kuzatuvchilar ko'paysa yoki talaga tibbiyotda bormoqchi bo'lganlar, tekin o'qimoqchi bo'lganlar ko'payadigan bo'lsa, albatta kitobni o'qib chiqish kerak bo'ladi va ingliz tili darajangiz o'rtacha holatda bo'lgandayam bitta videoni ko'rish orqali dars qilish bo'yicha majburlanmaganda aynan siz uchun dars qilish metodikalarini ishlab chiqadigan darajada bu kitobni tadbiq qilishgacha olib chiqaman. Bu faqat boshlanishi. O'shaning uchun qo'llab-quvvatlab tursanglar, yaqinda yanada yaxshilashiga men va'da beraman. Hop, plant davom etamiz. 1-3-si plant and animal cells as seen with a light microscope. Demak, o'simlik va hayvon hujayrasini yorug'lik mikroskopida ko'rdik. Microscopes that use light as a source of radiation are called light microscope. Manba sifatida, radiatsiya manbasi sifatida yorug'likdan foydalanadigan mikroskop yorug'lik mikroskopi deb ataladi. Yorug'lik mikroskopi deb ataladi. Figure 1.3da show how the light microscope works endi yorug'lik mikroskopi qanaqa ishlashini ko'rishimiz kerak ekan. Okay. Birinchi o'qib kelasini tahlil qilamiz. Showing the structure of generalized plant cell umumiylashtirilgan o'simlik hujayrasidagi strukturaning ko'rinishi both as seen with a light microscope. Ikkita hujayra ham yorug'lik mikroskopida ko'rsatiladi. Generalized cell shows all structure. Umumiylashtirilgan hujayra ko'rsatadi hamma strukturalarni. Ya'ni may commonly be found in a cell. Hujayrada ko'proq topilish ehtimoli bo'lgan strukturalarni ko'rsatadi. Figure 1.6 bilan 7da photography, ya'ni bular fotografiya rasmlari ko'rib chiqamiz. Photography is a photograph of a specimen as seen with a light microscope. Yorug'lik mikroskopi bilan joylarni ko'rish uchun olingan fotografiya bu fotomikrograf ataladi. 1.6da show some human cells ba'zi odam hujayrasini ko'rishimiz mumkin ekan. 7da bo'lsa o'simlikdan olingan, o'simlik bargidan olingan hujayrani ko'rar ekanmiz. Both figures show cell magnified 40 times, which is
equivalent to using the high-power objects and lenses on a light microscope. Bu ikkita hayvon hujayrasi ham yoki daraxt bargining ko'rinishi ham hujayrada aniqlashtiradi. 400 marta aniqlashtiradi. Chunki yorug'lik mikroskopi shunaqa ishlaydi. Ya'ni nima degani, bu teng bo'ladi bu teng bo'ladi yuqori linzadan yorug'lik mikroskopi linzasidan foydalanish bilan teng bo'ladi. Biz 1.8a bilan b-ni ham hozir ko'rib chiqamiz va bunda asosan bu figuralarni qanaqa shaklda bo'lishi biz uchun ko'rsatib berilgan. Ho'p, many of the cell contents hujayra kontentlarini ko'p qismi are colorless, rangsiz bo'ladi yoki transparent yoki shaffof bo'ladi. So they need to be stained with a colored dyes to be seen. Va shuning uchun biz ularni har xil ranglarga ko'rishimiz uchun ranglarga bo'yab stain qilib qo'yishimiz kerak. Human cell, odam hujayrasi, birinchi rasmdagi odam hujayrasi stained bo'yalgan shaklda bizga ko'rinyapti. The chromatin in the nucleus is particularly heavily stained. Yadrodagi xromatin asosan judayam ko'rinadigan qilib stained qilingan, bo'yalgan. The plant cell, o'simlik hujayrasi 5-sida not been stained because u bo'yalmagan, chunki xloroplast o'z ichiga oladi yashil pigmentni. Yashil pigmentni o'z ichiga oladi. Are easily visible without staining. Uni bo'yamasak ham bu bizning ko'zimizga tashlanadi. Demak, bu yerda nimani ko'rarkanmiz? Aynan mana shu qismi eyepiece lenses magnifies and focuses the image from the object into the eyes. Mana bu yerda ko'zingiz bo'ladigan bo'lsa, ko'zingiz bilan mana bu yerdagi obyektni o'rtasida fokusingizni to'plab berish uchun yordam beradigan qism eyepiece lens bo'ladi. Linza, bundoq qaraganingizda linzasidan qaraysiz va bu magnify qiladi, kattalashtirib beradi. Eyepiece. Okay. The next one, mana bu qismi, mana ko'rgani light beam, yorug'lik ustuni to'g'ri obyektni ko'rish uchun yordam beradi. Endi pastroqga tushadigan bo'lsak, mana pastroqda aynan yana bitta ko'ryapsiz, bitta linza borligini. Bu object lens hisoblanadi. Ya'ni mana stolda mikroskopda qanaqadir buyum qo'yadigan bo'lsangiz ham object lens hisoblanadi. Object lens nima qiladi? Collect light, yorug'likni yig'adi, passing through the spaceman, o'sha bo'sh joyga o'tish va produce a magnified image. Magnify qilingan rasmni ko'rsatish uchun yorug'likni yig'adi. Yig'gandan keyin rasm tasvir hosil bo'ladi bu yerda. Demak, bu qismi mikroskopni aynan bu qismi objektiv deyiladi. Ya'ni uni mikroskopning asosiy objektiv qismlaridan bittasi. Keyingisi cover slip, burab qo'yiladigan cover slip bor ekan. Keyingisi glass slide, shisha stolda slide ishlangan qismi bor. Undan tashqari kondenser bor. Mana bitta kondenser bor. Xo'p, keyingisi iris diafragm bor. Mana bu qismida iris diafragm bor ekan. Iris diafragm. Undan tashqari light source, yorug'lik manbasi berilar ekan. Ya'ni anaqani ko'rish uchun yorug'lik manbasi berilyapti. Xo'p, bu yerda nima bo'lar ekan? Condenser iris, mana shu irisning iris diagram is closed slightly to produce a narrow beam of light. Judayam shu ingichka bo'lgan yorug'likni ishlab chiqarish uchun yordam berar ekan, yaqin turar ekan. Kondensator linzalar nima qiladi? Kondensator linzasi bor, ko'p turibdi. Kondensator linzasi bu focuses the light
onto the spaceman held between the oversleep and slide. Oversleep bilan slide o'rtasida ushlab turadi yorug'likni. Mm, Yorug'likni. Okay. And then with the 1/4 rasmda structure of generalized small animal cell hayvon hujayrasi. Diameter about 20 yigirma atrofida mikrometr atrofida bo'lgan hayvon hujayrasini ko'rib chiqamiz. As seen a very high quality light microscope. Yuqori sifatli yorug'lik mikroskopida. Bu yerda nimalar bor ekan? Bu yerda mana gulji majmuasi bor. Har bitta prokaryotda uzr, eukaryotlarda bo'ladi, hayvonlarda gulji bo'ladi, sitoplazm bo'ladi. Vazifasini bittalab ko'rib chiqamiz. Bundan tashqari mana bu kichkina narsalar, small structurelar, difficult to identify, aniqlay olmaydigan, mana bu yerda turgan qizildagi narsalar bular mitoxondriya, bular haqida ham gapirishamiz. Ustidagi o'rab turgan qobig'i cell surface membrana, ya'ni hujayrani ustidagi membrana. Mana bu yadroni ustida yadro envelopi deyiladi. Yadro bilasiz, ikkita qavatdan tashkil topgan ikkita membrana bilan o'ralgan, ichkari undan bo'lib turgan bo'yalganini ko'rsangiz mana chromatin bu deeply staining and stored light chigallashib ketgani uchun shunaqa dodda chromatin aynan to'q bo'lib bo'yalib turgan joyi nucleus, yadrochi deeply staining bu yanayam bo'yalib ketgan. Oxiridagi mana bu chiroyli rang mana qarang, centriolar always found near nucleus. Har doim yadro atrofida bo'ladi. Uzr, hozir soat 4:49. O'shaning uchun sal anaqada davom etamiz. Feature that animal and plant cell have in common. Features that animal and plant cell have in common. Cell surface membrane. All cells, hamma hujayralar, including zoos, both eukaryotes and prokaryotes, eukaryotlar ham, prokaryotlar ham, are surrounded by a very thin cell surface membrane. O'ralgan bo'ladi, judayam yupqa bo'lgan cell surface membrana bilan o'ralgan bo'ladi. Hujayra membranasi bilan o'ralgan bo'ladi hamma hujayralar. There is also sometimes referred to as plasma membrane. This is also sometimes referred. Bu shuningdek sometimes referred to as plasma membrane. Plasma membranasi sifatida bu shuningdek ko'rinishi mumkin. Ya'ni biz cell surface membranani plasma membranasi sifatida ham ko'rishimiz mumkin. Davom etamiz. As mentioned before, oldin aytilgandek, it's a particularly permeable and controlled exchange of materials between the cell and its environment. Bu judayam permeable bo'lgani uchun uni o'rtasiga voy I'm so sorry. Permeable bo'lgani uchun mana bu yerda kirish va chiqishni bemalol kuzatish imkoniyati bor deb aytyapti. Okay, davom etamiz. Nucleus, ya'ni yadro. Nuclear. Eukaryotik cell hamma eukaryotik bo'lgan, haqiqiy karyotik yadro. Haqiqiy yadroga ega bo'lgan eukaryot hujayralar yadroni o'z ichiga oladi, ya'ni
nukleusni o'z ichiga oladi. Nucleus o'z ichiga oladi. The nucleus is relatively large structure. Yadro biroz katta struktura. It's it stains instantly and mm, yeah, and therefore very easy to see. O'shuningdek judayam bo'yalganligi uchun judayam ko'rishga oson hisoblanadi. When look down the microscope, qachon biz mikroskopdan qaraydigan bo'lsak, the deeply staining material in the nucleus is called chromatin. Judayam zo'r bo'yalgan materiallar, ya'ni o'sha yadrodagi xromatin deb atalgan joyni ko'rishimiz mumkin. Xromatin bu rang degan ma'noni bildirarkan. Xromatin is Hop, chromatin is a maze of colored thread. Bu o'sha xromatin bu katta yerilganga o'xshaydi. Serlashib ketganda bir-biri bilan. The threads are sent to collect together to form chromosome. Bularni hammasi birgalikda yanayam buklanib ketadigan bo'lsa, xromosomalarni hosil qiladi. During nuclear division, yadro bo'linishi paytida ko'rinadi, xromosoma ko'rinadi. Chromatin contain DNA. Chromatinlar o'z ichiga DNKni oladi. DNKni ochadi. Desoksiribonuklein kislota, desoksiribonuklein oksid. The molecule which contains va bu molekula ya'ni DNK which contains the instruction genes genlarni o'z ichiga oladi. That controls the activation of the cell va hujayrani harakatlarini kontrol qilib turadi. Inside the molecules and even more deeply staining area yadroni ichida hattoki ko'plab staining bo'lgan ko'p bo'yalganlarni ko'rishimiz mumkin. Bu nukleolus bo'ladi, yadrochi. Judayam qalin bo'yalib ketganini ko'rsak, bu yadrochi bo'larkan. This is made of loops of DNA from several chromosomes. Bular hammasi shu DNKdan yasalganligi va bir nechta xromatdan tashkil topganligini ko'ramiz. The number of nucleoli bir nechta yadrolar is variable bo'lishi mumkin. 1 to 5 bittadan 5 tagacha being common in mammals. Sut emizuvchilarda misol uchun bittadan 5 tagacha yadrolar bo'lishi mumkin ekan. One of the main function of nucleoli is to make ribosome. Shu yadrochani asosiy vazifasidan biri bu ribosomni ishlab chiqarish ekan. Bir qo'yish kerak. Vazifasi. Endi sitoplazmani ko'rib chiqamiz. Cytoplasm, all living materials inside the cell, hujayra ichidagi hamma tirik materiallar, narsalar is called protoplasm. Hammasi birgalikda protoplasm deb atalarkan. It's also useful to have a term for all living material outside the nucleus. Shuningdek, judayam foydali termin hisoblanadi. Hamma tirik bo'lgan materiallar, ya'ni yadroning tashqarisida ham tirik bo'lgan materiallar uchun foydali. It's called cytoplasm. Bu sitoplazma deb ataladi. Yadrodan tashqaridagilar uchun sitoplazma deyiladi. Therefore, shuning uchun sitoplazma bilan nukleus protoplazmani hosil qiladi. Okay. Cytoplasm is a aqueous. Aqueous degani suvli, watery material. Cytoplasm suvli material varying from a liquid to jelly-like consistency. Va o'sha anaqa
marmeladga o'xshaydi, liqlab turadi. Using a light microscope, light mikroskopda yorug'lik mikroskopidan foydalanib, mechanism structures can be seen within it. Uni ichida ko'pgina mayda strukturalarni ko'rishimiz mumkin. These have been linked to small organs. U kichkina organlar bilan bog'langan, and therefore known as organelles. Bu kichkina organlar organellalar deb ataladi. Meaning little organs, ya'ni kichkina organ sifatida bu organella so'zini ma'nosi kichkina organ. An organelle can be defined as a functionally and structurally distinct part of the cell. Organella shunaqa ta'riflanadi, ya'ni funksiyal jihatdan va struktura jihatdan hujayradan farq qiladigan qismchasi organella deyiladi. Organella are often, but not always, surrounded by one or two membranes so that their activities can be separated from the surrounding cytoplasm. Organellalar ko'pincha, lekin har doim emas, ikkita yoki bitta yadro bilan o'ralgan bo'ladi. O'shaning uchun ularning harakatlari o'sha atrofidagi sitoplazmasidan ajralib turadi. Ya'ni o'zini membranasi bo'lgani uchun o'sha harakatlarni boshqarib turadi. Using cell activation, hujayra aktivatsiyasidagi organlar in separate compartments, alohida bo'lgan kompartmentlardagi activationlar is essential, judayam muhim for structure, strukturalar uchun, as complex as animal or plant cell to work efficiency. Judayam yaxshi ishlash uchun ana shu bizga kerak bo'lar ekan. Endi mitoxondriyani ko'ramiz. Mitochondria, singular mitochondrion, the most numerous organelles seen with a light microscope are usually mitochondria. Judayam katta bo'lgan organlardan yorug'lik mikroskopi bilan ko'rgan organellardan bittasi mitoxondriyadir. Mitoxondriyada mitoxondriya va bakteriya hujayraning videosida o'sha yorug'lik videoda harakatni ko'rishimiz mumkin. Shaklini o'zgartirganini ko'rishimiz mumkin va bo'linganligini ko'rishimiz mumkin. Va ular asosan aerobik respirationda o'z faoliyatini olib borishini ham bilib qo'yishimiz kerak. Okay. Golgi apparati use of specials in containing stores the Golgi apparatus being discovered in 1898 by Camillo Golgi. O'sha 1898-yilda Camillo Golgi tomonidan Golgi apparati tayyorlanishi qilingan. Bu Silver Result tomonidan foydalanilgan holatda. Golgi apparatus collect and process molecules within cell. Hujayra ichidagi molekulalarni ishlab chiqarish va yig'ish uchun xizmat qiladi. Particularly proteins, asosan proteinlarni. Note without you do not need to learn structure. It's sometimes called Golgi body, Golgi complex. Faqat Golgi apparati deb yodlansa kerak. Golgi body ham bo'lishi mumkin, Golgi complex ham bo'lishi mumkin ekan. Keywordlari kerak emas, bularni o'zi tayyorlanishda daftaringizga yozib, yaxshilab yodlab olasiz. Qisqartirib berilgan ma'nosi yozib yodlashingiz shart. Davom etamizmi yoki davom etamiz? Ozgina qoldi. Difference between animal and plant cell. Hujayra va o'simlikdagi
hayvon va o'simlik hujayralari orasidagi farq. One of the structure commonly found in animal cell, which is absent from plant cell, is the centrioles. Ho'p, o'simlikda bo'lmagan, lekin hayvonlarda topilgan hujayralardan strukturlardan bittasi bu centrioles. Plant cell also differ from animal cell in the possessing cell wall. Shuningdek, hujayra o'simlik hujayrasi farq qiladi hayvon hujayrasidan cell wall'i bo'lganligi hisobiga. Ya'ni cell wall faqat o'simliklarda bo'ladi, hayvonlarda emas. Large va centriole faqat hayvonlarda bo'ladi, o'simlikda emas. Large permanent follicles and chloroplast va undan tashqari o'simlikda cell wall bor ekan, hayvonda yo'q. Large permanent follicle bor ekan, hayvonlarda yo'q. Chloroplast bor, o'simlikda, hayvonlarda yo'q. Centrioles haqida gaplashamiz. Under the light microscope, centriole appears as a small structure close to the nucleus. Yorug'lik mikroskopidan qaraydigan bo'lsak, centriole yadroga yaqin bo'lgan kichkina struktura bo'lib ko'rinadi. Centrioles are discussed later in this chapter. Centriole'larni keyinroq discuss qilar ekanmiz. Cell wall and plasmatism. Hujayra devori bilan plazmatizmni ko'rib chiqamiz. With a light microscope, individual plant cells are more easily seen than animal cell. Yorug'lik mikroskopida hayvon hujayralari biza hayvondan ko'ra o'simliklarni yaxshiroq ko'rsak bo'larkan, aniqroq ko'raverganmiz, osonroq ko'raverganmiz. Chunki this is because they are usually large and unlike animal cells. Chunki ular judayam katta va hayvon hujayrasiga o'xshamaydi. Are surrounded by cell wall. Va ular chunki nega aniq ko'raolamiz o'simlikda hujayra cell wall'i bo'ladi, hujayra devori bo'ladi, hayvonlarda cell wall bo'lmaydi. Durum negadir qizib ketdi. Okay, davom etamiz. Note that the cell walls in extra structure which is outside the cell surface membrane. Bu qo'shimcha, ya'ni hujayra devori qo'shimcha struktura hisoblanadi. Cell surface membranani tashqarisida turgan bitta membrana bo'ladi. Cell surface membrana hammada bo'ladi deb o'rgandik. Mana shu cell surface membrana tashqarisida hujayra devori bo'ladi, o'simliklarda bundan tashqari. The wall is relatively rigid because it's constant fibers of cellulose. Bir-biriga juda yaqin joylashgan bo'ladi va ularda selluloza bo'ladi. Ya'ni o'simlikda selluloza tollar bo'ladi. Polysaccharide which strengthen the wall. Bu selluloza polisaxarid hisoblanadi va bu hujayraga kuch beradi. The cell wall gives the cell defined shape. Hujayra devori o'simlikka aniq shakl berib turadi. It prevents cell from bursting when water enters by osmosis, allowing large pressure to develop inside the cell. Hujayra devori bu o'sha shakl berib turgandan keyin u hujayra devori undan tashqari himoya hujayrani bursting bo'lishidan himoya qiladi. Qachonki suv kirib, osmos hodisasi bo'lganda ham va qo'yib beradi katta bosimni hujayrada ichida
anaqa bo'lishiga, rivojlanishiga qo'yib beradi. Movement of substances across the membrane, okay. Cell wall may be reinforced with the extracellulose. Hujayra devori qo'shimcha sellyulozalar bo'lgani uchun yanayam kuchaytirilgan yoki with a hard material called lignin for extra strength, yoki bundan tashqari unda lignin deb ataladigan qo'shimcha kuch beradigan materiali bor, qattiq materiali borligi uchun kuchaygan bo'ladi. Ekstrasellyuloz hisobiga yoki lignin hisobiga. Cell wall are freely permeable. U erkin permeable hisoblanadi. Allowing free movement of molecules. Molekulalarni erkin harakatlanishiga ruxsat beradi. Yo'llarni hujayra membranasidan o'tishiga ham ruxsat beradi. Davom etamiz. Plants are linked to neighboring use of force containing fine strands of cytoplasm. O'simlik hujayralari o'sha hujayralar orqali boshqa o'simlik bilan membranasi bilan bog'lanadi. Bu struktura plasmodezmata yoki plasmodezma deb ataladi. Ertasi orqali hujayra turibdi. Hujayraniyam teshiklari bor, bilasiz, qoralari bor. Bu yerda birinchi hujayra bo'lsa, birinchi hujayra, neyron hujayra. Neyron hujayra. Neyron hujayrada qoralari bo'ladi. Qoralari bor. Mana shu ikkita hujayra bunday turadi. Ikkita hujayra qoralar orqali fine strands of cytoplasm bo'lishi they are aligned with the cell surface membrane. Bular hujayra ustiga membranasi bilan align qilinadi. Umuman shuning force qoralardagi harakat tufayli harakat orqali essentially controlled kontrol qilinadi, nazorat qilinadi va structure of the pores qoralarni strukturasi orqali vacuoles are a sac-like structure which is surrounded by a single membrane. Vacuolar bitta membrana bilan o'ralgan sac ko'rinishidagi hisoblanadi, organellar hisoblanadi. Although animal cells may possess small vacuoles such as phagocytic vacuoles. Hayvon hujayrasi ham kichkina phagocytic vakuolalari borligiga qaramasdan, which are temporary such, ular vaqtinchalik struktura hisoblanadi. Hayvonlarda vaqtinchalik struktura hisoblanadi. Nature plant cells often fosters a large permanent central vacuole. Yetilgan hayvon hujayralarida asosan kamida doimiy va sentral bo'lgan yadrolar atrofida joylashgan The plant vacuole va o'simlik vakuolasi is surrounded by a membrane. O'simlik vakuolasi membrana bilan o'ralgan, tepadagi bitta membrana, tonoplast. Va bu o'sha vakuolasi tonoplast o'ralgan vakuolasi tonoplast deb aytiladi, which controls exchange between the vacuole and the cytoplasm.
Sitoplazma bilan bakteriya o'rtasida kirib-chiqishlarni nazorat qiladi. Tomoplast. The fluid in the vacuole is a solution of pigment, enzyme, sugar, and other organic components, including some water products, mineral salt, oxygen, and carbon dioxide. Vakuoladagi fluidlar, suyuqliklar o'sha pigmentlarni, enzimlarni, shakarni, boshqa organik komponentlarni, shularni, karbon dioksidni o'tkazib turadi. In plant vacuoles help regulate the osmotic properties of the cell. O'simliklarda hujayralardagi osmosni boshqarishga yordam beradi. Vakuolar the flow of water inwards and outwards. Ya'ni suvni tashqariga va ichkariga oqishini, osmosni regulyatsiya qilishga yordam beradi. As well as having a wide range of other functions. Bundan tashqari uni judayam ko'p funksiyasi bor. Misol uchun, the pigment which covers the petals of certain flowers and the parts of some vegetables, such as the red pigment of beetroot, may be found in the vacuoles. Misol uchun, pigmentlar, ya'ni masalan, bir xil gullarga rang beradigan yoki gulchang beradigan anaqalayam ranglaydi. Pigment gullarning changiga rang beradi. Yoki ba'zi o'simliklarga, ba'zi vegetablelargayam rang beradi. Misol uchun, lavlagini qizilligi nimaga bog'liq degan bo'lsa, vakuolarga bog'liq deb aytasiz. Chloroplasts. Chloroplasts are organelles specialized for the process of photosynthesis. Chloroplast bu fotosintez jarayoni uchun maxsus hisoblangan organellar. They are found in the green part. Ular asosan yashil qismida topiladi. O'simlikni. Mainly in the leaves. Asosan barglarda bo'ladi. They are relatively large organelles and so are easily seen with a light microscope. Ular ko'pincha katta organlar bilan bo'lganligi uchun mikroskopda oson ko'rinadi. It's even possible to see tiny grains. Даже uni kichkina bo'lgan grains qismini ham ko'rishimiz mumkin yoki granalar. Bu bir hechlar. Inside the chloroplast ichidagi using a light microscope bilan granani ko'rishimiz mumkin deb bo'ladi. They are the part of the chloroplast. Bu chloroplastni bitta qismi hisoblanadi. Contain chlorophyll. Chlorophyllni o'z ichiga oladigan. Because the green pigment which absorbs light during the process of photosynthesis. Photosynthesis jarayonida bu yashil pigment, ya'ni chlorophyll yutiladi. Yorug'likni yutadi. Chloroplasts are asosiy usul in chapter 11. Chapter 13da chloroplast ko'proq gaplashayotganmiz. Endi mana bularni keywordlari yozib beramiz. Important. Practical and improved. Important compounds. You can think of plant cell as being very similar to animal cell, but with extra structure. Demak, hayvon hujayrasi bilan o'simlik hujayrasi bir xil, faqatgina o'simlikda extra structure bor. Plant cells are often larger than animals. Hayvonlardan ko'ra o'simliklarning hujayrasi kattaroq bo'ladi. Although cells vary in walls. Hujayra saytlari judayam katta bo'lishiga qaramasdan. Confuses the wall which is the surface membrane. Since surface membrane bilan hujayra devorini alishtirmaslik kerak. Cell wall are relatively thick
physical strength. Hujayra devori cellwall judayam qalin и jismonan strong. Egizaklar surface membrana avvaliga hujayra ustidagi membrana judayam yupqa bo'ladi. Cell wall are fairly permeable. Cell wall fairly permeable hisoblanadi. Cell surface membrana esa partly permeable hisoblanadi. All cell surface membrane peripheral epithelial hammasi ham cell surface membrane bo'ladi. But animal cells do not have uh, hayvon hujayrasida hujayra devori bo'lmaydi. Vacuoles are not confined to plant cells. Vakuollar o'simlik hujayralarida bo'lmagan. Animal cells have a small vacuoles. Hayvon hujayrasida kichkina vakuollar bo'lishi mumkin. Which is phagocytic vacuoles. Vakuollar bo'ladi. Asosiy these are not usually permanent structure. Doimiy struktura bo'lmasa. Okay. Buni ham ko'rib chiqishimiz mumkin. Ularni ham ko'rib chiqamiz. Yaxshi, yetadi.